Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar va aka-ukalar. Bugun sizlarga bug'doydan keyin ekish mumkin bo'lgan takroriy ekin sabzi haqida gaplashib o'tamiz. Bundan oldingi videomiz kartoshka ekini edi. Endi navbat sabzi ekinida. Xorazm sharoitida asosiy ekin bug'doydan keyin sabzi ekinini bemalol yetishtirsa bo'ladi. Takroriy ekin sifatida sabzi ekish juda ham samarali hisoblanadi. Ekish vaqti iyun oxiri, iyul o'rtalarida. 80-100 kunda yetishadigan navlarni tanlab ekish muhim hisoblanadi. Ekishdan oldin yerni chuqur yumshatish sabzi uchun yumshoq va mayin tuproq kerak. Muntazam, ayniqsa urug' unib chiqquncha namlik juda muhim hisoblanadi. O'g'itlash, fosfor va kaliyga boy o'g'itlar yaxshi natija hisoblanadi. Afzalliklari qisqa muddatda hosil beradi, bozorda doimiy talab bor, saqlanish xususiyatiga ega. Yerdan samarali foydalanish imkoni mavjud. E'tibor berish bo'lgan narsalar: begona o'tlarni o'z vaqtida yo'qotish kerak. Kasallik va zarar kunandalarga qarshi nazorat qilib turish lozim. Sabzi ekini 1 gektar maydondan o'rtacha 30 tonna hosil beradi. Daromad 60 milliongacha bo'ladi. Xarajat unchalik ko'p emas. Shuning uchun sizlarga Xorazm sharoitida bemalol asosiy ekindan keyin takroriy ekin sifatida sabzi yetishtirishni tavsiya qilib qolaman.